Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar va o'quvchilar. Men Umurzoqova Xurshida, boshlang'ich ta'lim 4-kurs talabasi va bugun sizlarga tanishtirib o'tadigan mavzu boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining pedagogik mahorati va kompetensiyaviy mezonlari haqida. Mavzumiz davomida mundarijaga alohida to'xtalib o'tamiz. Mavzu mundarijasi 4 ta qismdan iborat. Bular boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining roli va uning ahamiyati, pedagogik mahorat ta'rif va uning asosiy jihatlari haqida. Keyingisi esa kompetensiyaviy mezonlar, ya'ni o'qituvchi uchun zarur ko'nikmalar deb ataladi va oxirgi qism esa xulosa qismi, pedagogik mahorat va kompetensiyalarning ta'lim. Mavzu haqida alohida ahamiyat bersak, bugungi mavzu o'qituvchining ahamiyati va vazifalari haqida, ya'ni boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining roli. O'qituvchining asosiy vazifalari, ya'ni boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi bolalarga bilim berishda muhim rol o'ynaydi albatta. Ularni rivojlantirishi, ijtimoiy ko'nikmalari va ta'lim jarayonida ishtirok etishlari uchun zaruriy sharoitlarni yaratadi. O'qituvchi shuningdek o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim uslublarini tanlaydi va ta'lim jarayoniga qo'llashi zarur. Bu o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Taqdimotimizning keyingi betida o'qituvchining pedagogik mahoratiga alohida to'xtalib o'tilgan. Pedagogik mahorat bu o'qituvchining bilim berish jarayonidagi ko'nikmalari va tajribasini ifodalaydi. Bu mahorat o'qituvchining o'quvchilarga ta'lim berishdagi samaradorligiga erishadi va ularning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Taqdimotimizning keyingi qismida biz kompetensiyaviy mezonlar haqida gaplashib o'tdik. Kompetensiyaviy mezonlar mavzumizdan asosiy joy olgan mezonlar hisoblanadi va biz ularni 3 qismga ajratdik. Birinchisi, boshlang'ich ta'lim o'qituvchi uchun zarur kompetensiyaviy mezonlar, pedagogik ko'nikmalar, muloqot qobiliyatlari va o'quvchilarga individual yondashuvni o'z ichiga oladi. Bu mezonlar o'qituvchining professional rivojlanishini ta'minlaydi. O'qituvchi o'z bilimlarini doimiy ravishda yangilab borishi kerak. Ular yangi ta'lim metodlari va texnologiyalarni o'zlashtirib, o'z pedagogik uslublarini takomillashtirishi zarur. Shuningdek, 3-qismi bo'lsa, o'qituvchining ijtimoiy va emotsional ko'nikmalari ham muhimdir. Bu ko'nikmalar o'qituvchilar bilan samarali muloqot qilish va ularning yuqorida pedagogik mahorat haqida to'xtalib o'tgandik. Endi bo'lsa, pedagogik mahorat nima degan savolga javob beramiz. Pedagogik mahorat bu o'qituvchining ta'lim jarayonida samarali faoliyat yuritish qobiliyatidir. U o'qituvchining bilim, ko'nikma va malakalarini o'z ichiga oladi. Pedagogik mahorat o'qituvchining ta'lim metodlarini, o'quvchilar bilan muloqot qilishni va ularning ehtiyojlarini tushunishni bu mahorat boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Pedagogik mahorat haqida tushuncha hosil bo'ldi. Endi bo'lsa pedagogik mahoratning ahamiyatiga to'xtalib o'tamiz. Pedagogik mahoratning ahamiyati asosan 3 ta. Ya'ni bular pedagogik mahorat o'qituvchining muvaffaqiyati uchun muhimdir. U o'qituvchining o'quvchilar bilan muloqotini yaxshilaydi va ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Ikkinchisi bo'lsa, o'quvchilar o'z pedagogik mahoratini rivojlantirish orqali o'quvchilarning qobiliyatlarini aniqlash va ularni rag'batlantirish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Uchinchisi, pedagogik mahorat o'qituvchining professional o'sishini ta'minlaydi va ta'lim tizimida yangiliklarni joriy etish imkoniyatini beradi. Taqdimotimizning keyingi betida zarur ko'nikmalar va mahoratlar haqida so'z boradi. Ya'ni bu taqdimotimizning keyingi betida o'qituvchining pedagogik mahoratiga alohida to'xtalib o'tilgan. Pedagogik mahorat bu o'qituvchining bilim berish jarayonidagi ko'nikmalari va tajribasini ifodalaydi.
Bu mahorat o'qituvchining o'quvchilarga ta'lim berishdagi samaradorligiga erishadi va ularning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Biz yuqorida kompetensiyaviy mezonlar haqida gaplashib o'tdik. Taqdimotimizning bu betida esa uning ahamiyati haqida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni, o'qituvchilarning kompetensiyaviy mezonlari ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular o'qituvchining ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi va o'quvchilarning muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Ikkinchi, o'qituvchilar o'z ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishlari zarur. Bu o'z navbatida ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Uchinchi, kompetensiyaviy mezonlar o'qituvchilarga o'z faoliyatlarini baholash va rivojlantirish imkoniyatini beradi. Bu jarayon o'qituvchining professional o'sishini ta'minlaydi albatta. Keyingi o'rinda pedagogik mahoratning o'rniga ahamiyat beramiz. Bu xulosa va uning muhim jihatlarida yoritib o'tiladi. Xulosa qismida pedagogik mahoratning ta'limdagi ahamiyati haqida gaplashib o'tamiz. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi pedagogik mahoratga ega bo'lishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. U o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish va ularni ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlashda yordam beradi. Bu mahorat o'qituvchining o'z bilim va tajribasini samarali tarzda qo'llashini talab qiladi. Xulosa qismida pedagogik mahoratning ta'limdagi ahamiyati haqida gaplashib o'tamiz. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi pedagogik mahoratga ega bo'lishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. U o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish va ularni ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlashda yordam beradi. Bu mahorat o'qituvchining o'z bilim va tajribasini samarali tarzda qo'llashini talab qiladi. Keyingi o'rinda bo'lsa, kompetensiyalarning ta'lim jarayonidagi roli haqida gaplashamiz. Ya'ni, o'qituvchilarning kompetensiyalari ta'lim jarayonida o'quvchilarning muvaffaqiyatli o'qishlari uchun zarurdir. Bu kompetensiyalar o'qituvchining pedagogik uslublarini va metodlarini to'g'ri tanlashini ta'minlaydi. Shuningdek, o'qituvchilarning kommunikativ qobiliyatlari uchun ham muhimdir. Biz yuqorida kompetensiyaviy mezonlar, pedagogik mahorat, o'qituvchi kompetensiyasi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Shu bilan taqdimotimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.